Assalomu alaykum. Qo'sak kuzatuv do'stlari. Bugungi montajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xo'p, montajimiz manzili Qo'sak shahar ona bola do'mni to'g'risiga bo'ldi. 4-etajga batga olib kelib o'rnatib bergan ishimiz. Xo'p, Redpen Plus 6000 quvvatli material, polygonli, divayli oqaynik portiskalari bilan razmeri 1.30 ga 1.30 katta ochilishi chapga ochiladi. Original Adashar ruchka portichka polygonlilari bilan taylari 100% penalangan, yo'llari kirishkalari qo'yilgan. Hozir bu xonada bitta F eshigi berganmiz. Bu tomonga mana F eshigimizni qilib berganmiz. F eshigi razmeri hop 75 ga 1.30 guruhda ochiladigani. Bu tomoni ham 75 ga 1.30, pasti guruhi tevasi portichka. Eshigimiz 70 ga 2.12 eshik bo'lyapti. Hop. Eshik tashqariga ochib chiqadigan bo'lyapti mana. Ko'rishingiz mumkin. Original Lambri Akfanikidan. Mana. Original nima? Ruchkalar, spanitillar to'liq penalangan. Polygonlari mana, taylari, yo'llari, kirishkalar qo'yilgan. Bu tomonlar ham to'liq penalangan. Hop, tashqi tomondan to'liq urilgan. Ko'rishingiz mumkin. Yopilishlar juda go'zal holatda. Portichkalar, zanjirlar qo'yilgan. Hop, ushbu xonadonimizga olib kelib o'rnatishib berish narximiz 4.200.000 ga olib kelib o'rnatib beryapmiz. Bitta rom, bitta F eshik balkonga chiqadigan polygonlilari bilan divayli oqaynikka 4.200.000 bu. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Qo'sak aloqaga chiqishingiz mumkin. Doimo xizmatingizda, butun O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Dastavka, ustanovka hammasi besplatniy. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.